Assalomu alaykum. Xalqaro maydondagi so'nggi voqealar haqida eng muhim ma'lumotlarni taqdim etamiz. E'tiboringizda Dunyo dayjesti studiyada Jahongir Murtazoyev boshladik. Hantavirus. Bu yangi pandemiyaning boslanishimi? Right, there are now more hantavirus cases connected. Вирус Ant, штамм хантавируса, который 游轮汉他病毒疫情扩大。 Aytish mumkinki, so'nggi kunlarda butun dunyo yangi virus haqida gapirmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti rahbari Tedros Adhanom hukumatlarni tashkilot tavsiyalariga amal qilishga undadi. Ushbu tavsiyalar 42 kunlik karantin va muloqotda bo'lganlarni doimiy kuzatib borishni o'z ichiga oladi. Hozircha yirik epidemiya boshlangani haqida belgilar yo'q, biroq vaziyat o'zgarishi mumkin. Virusning inkubatsiya davri uzoqligini hisobga olsak, kelgusi haftalarda yangi holatlar chiqishi ehtimoldan xoli emas dedi Tedros Madridda o'tkazilgan matbuot anjumanida. Hozirgacha virusning Andes varianti bilan bog'liq 9 ta holat tasdiqlangan. Avvalroq Isroil, Ispaniya va Atlantikadagi olis orolda ham hantavirus qayd etilgandi. Fransiyada esa kruiz kemasidan qaytgan yo'lovchida virus alomatlari kuzatilgan. 11-may kuni AQShga qaytgan kruiz kemasi yo'lovchisida ham hantavirus aniqlangan. Rasmiylarga ko'ra AQShga qaytgan yo'lovchilardan birida Andes virusi, ya'ni hantavirusning kam uchraydigan turi aniqlangan. Yana bir fuqaroda esa kasallikning yengil alomatlari kuzatilmoqda. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, kemiruvchilar orqali yuquvchi hantaviruslarning aksariyat shtammlari odamdan odamga o'tmaydi. Biroq kruiz kemasidagi yo'lovchilarda aniqlangan Andes shtammi yuqumlidir. Ayni vaqtda virusga qarshi maxsus davo yo'q. Bemorlarga qo'llab-quvvatlovchi terapiya qo'llanadi. Kasallanish 50% holatlarda o'lim bilan yakunlanadi. Ispaniya bosh vaziri Pedro Sanchez ayni vaziyatda dunyoga qo'rquv va xudbinlik emas, balki birdamlik kerakligini ta'kidlamoqda. Eron AQShga yadroviy qurol ishlab chiqarish bilan tahdid qildi. Eron hukumati agar AQSh tomonidan harbiy zarbalar qayta tiklansa, uranni qurol ishlab chiqarish uchun zarur bo'lgan 90% lik ko'rsatkichga boyitish bilan tahdid qildi. Bu haqda Eron parlamentining Milliy xavfsizlik va tashqi siyosat qo'mitasi vakili Ibrohim Mirzoyev ma'lum qildi. Uning so'zlariga ko'ra, yadroviy dasturni qurollanish darajasiga ko'tarish masalasi tez orada parlamentda muhokama qilinadi. Bunday keskin bayonotlar AQSh prezidenti Donald Trampning Eron tomonidan ilgari surilgan so'nggi tinchlik taklifini mutlaqo qabul qilib bo'lmas deb rad etganidan so'ng yangray boshladi. Tramp hozirgi o't ochishni to'xtatish kelishuvining istiqbolini juda past baholab, sulhning saqlanib qolish imkoniyati bor yo'g'i 1% ekanini ta'kidlagandi. Ayni paytda yadroviy zaxiralar masalasi muzokaralardagi eng asosiy to'siq bo'lib qolmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, Eron ixtiyorida 400 kilogramdan ortiq 60% gacha boyitilgan uran mavjud. Washington ushbu zaxiralarni zudlik bilan mamlakatdan olib chiqilishi yoki boyitish jarayoni kamida 20 yilgacha to'xtatilishini talab qilgan. Aytish mumkinki, Eron AQSh bilan urush davomida o'zining raketasozlik sohasi qanchalik rivojlanganini dunyoga namoyish qildi. The New York Times nashrining yozishicha, AQSh razvedka ma'lumotlari Eron o'zining harbiy salohiyatining katta qismini urushdan keyin ham saqlab qolganini ko'rsatmoqda. Nashrning 12-may kuni xabar berishicha, Eron mamlakat hududidagi mobil raketa uchirish qurilmalarining taxminan 70% ni hamda urushdan oldingi raketa zaxiralarining 70% ni saqlab qolgan. Ma'lum qilinishicha, ushbu arsenalga mintaqa davlatlarga zarba berish imkoniga ega ballistik raketalar, shuningdek, qisqa masofada yer usti va dengiz nishonlariga qarshi qo'llanishi mumkin bo'lgan qanotli raketalar ham kiradi. Nashrga ko'ra, eng katta xavotirlardan biri Eronning Hormuz bo'g'ozi bo'ylab joylashtirgan 33 ta raketa kompleksidan 30 tasini qayta jangovar holatga keltirganidir. Mutaxassislar fikricha, ushbu komplekslar Amerika harbiy kemalari hamda Hormuz bo'g'ozi orqali harakatlanuvchi neft tankerlari uchun xavf tug'dirishi mumkin. Sun'iy yo'ldosh tasvirlari va boshqa manbalar Eronning mamlakat bo'ylab joylashgan yer osti raketa omborlari va uchirish qurilmalarining taxminan 90% ni qayta tiklash imkoni borligini ko'rsatgan. Hozirda ular qisman yoki to'liq jangovar tayyor deb baholanmoqda. Birlashgan Arab Amirliklari aprel oyida Eronga qarshi yashirin harbiy zarbalar berdi. Bu haqda vaziyatdan xabardor manbalarga tayanib The Wall Street Journal xabar berdi. Birlashgan Arab Amirliklari armiyasi g'arbda ishlab chiqarilgan qiruvchi samolyotlar va kuzatuv tizimlari bilan jihozlangan. Amalga oshirilgan bu hujumlar shuni ko'rsatadiki, Amirliklar endilikda Yaqin Sharqdagi iqtisodiy qudrati va
ta'sirini himoya qilish uchun harbiy kuch ishlatishga qodir. 28 fevralda boshlangan Eron atrofidagi urush davomida Saudiya Arabistoni Tehronga qarshi ko'plab maxfiy harbiy zarbalar yo'llagan. Bu haqda vaziyatdan xabardor 2 g'arblik va 2 eronlik mulozimga tayanib Reuters xabar berdi. Ilgari xabar qilinmagan ushbu hujumlar Saudiya Arabistonining Eron hududiga to'g'ridan-to'g'ri bergan ilk harbiy zarbalar sifatida baholanmoqda. Bu holat qirollik o'zining asosiy raqibiga qarshi mudofaada ancha dadillashganini ko'rsatadi deyiladi xabarda. Saudiya harbiy havo kuchlari bu hujumlarni mart oyi oxirida amalga oshirgan. Manbalardan biri buni qirollikka berilgan zarbalarga javoban amalga oshirilgan javob hujumi deb atadi. Reuters agentligi zarbalarning aniq nishonlarini tasdiqlay olmadi. Saudiya Arabistoni Tashqi ishlar vazirligi bu boradagi savolga aniq javob bermagan. Eron Tashqi ishlar vazirligi ham izoh berishdan bosh tortgan. Urush davomida Eron asosiy zarbalarini Birlashgan Arab Amirliklariga yo'naltirib, mamlakatga 2800 dan ortiq raketa va dron uchirgan. Bu boshqa har qanday davlatga, jumladan Isroilga uyushtirilgan hujumdan ham ko'proq ekani ta'kidlangan. Ko'rfaz rasmiylariga ko'ra, ushbu hujumlar Birlashgan Arab Amirliklarining havo qatnovi, turizm va ko'chmas mulk bozoriga jiddiy zarar yetkazib, majburiy ta'til va ishdan bo'shatishlar to'lqiniga sabab bo'lgan. Manbalarga ko'ra, aynan shu hujumlardan keyin Birlashgan Arab Amirliklari Fors ko'rfazidagi eng ochiq va murosasiz pozitsiyadagi davlatlardan biriga aylangan hamda urush davomida AQSh bilan yaqin hamkorlik olib borgan. Pokistondagi bozorda portlash sodir bo'ldi. 12 may kuni mamlakat shimoli-g'arbida joylashgan Naurang bozorda yuz bergan kuchli portlash oqibatida 10 kishi halok bo'ldi. O'nlab odamlar jarohat oldi. Bu haqda politsiya va qutqaruv xizmatlari xabar qildi. Qayd etilishicha, halok bo'lganlarning 8 nafari tinch aholi va 2 nafari politsiyachi bo'lgan. Hodisada qo'lbola portlovchi qurilma ishlatilgan. Qutqaruv xizmatlari esa taxminan 30 kishi yaralanganini, og'ir jarohatlanganlar Bannu shahridagi shifoxonalarga yetkazilganini ma'lum qilgan. Mazkur hodisa joriy yilning 9-may kuni Bannu tumanida politsiya postiga uyushtirilgan xudkush hujumidan so'ng yuz bergan. O'sha hujumda 15 nafar politsiyachi halok bo'lgan edi. Pokiston hukumatı bu hujumlarda Tolibon hukumati hududida joylashgan jangarilarni ayblab, Obulga norozilik bildirgan. Afg'oniston tomoni esa bu da'volarni asossiz deb rad etib kelmoqda. Buguncha sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Daryodan uzoqlashmang. Yana ko'rishguncha omon bo'ling.